Ma'lumki, yurtimizda aholi yashash sharoitlarini yaxshilash, obodonlashtirish va infratuzilmani yangilash ishlari hududlar kesimida bosqichma-bosqich olib borilmoqda. Muxbirimiz mavzuni Surxondaryo viloyati misolida davom ettiradi. Sho'rchi tumanidagi Obodon mahallasi tuman markaziga yaqin bo'lsa-da, avvallari o'z nomiga xos emasdi. Ya'ni obodonchilik ishlari to'g'ri yo'lga qo'yilmagan, infratuzilmasi ham hamin qadar edi. Biroq endilikda mazkur mahallada yangi O'zbekiston qiyofasi namoyon bo'lmoqda. 2025-yilning oxirida boshlangan ishlar joriy yilda ham davom ettirilmoqda. Ariq ko'prigini quvurni yuvib ketganligi sababli hozir yangi quvur qo'yilyapti. Tungi yoritish chiroqlari qo'yilib, ko'chani kirish tomoniga arkalar qo'yilib, chorraqalariga yangi svetoforlar o'rnatildi. Hamma tashkilot o'zlariga biriktirilgan ishlarga jalb qilingan. Xususan, infratuzilma tubdan yangilanyapti. Yo'l va yo'laklar ta'mirlanib, ko'cha chetlarida favoralar o'rnatilmoqda. Ariq zovurlar tozalanib, atrofiga mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilayotgani hudud qiyofasiga ko'rk bag'ishlamoqda. Eng asosiysi, aholi uchun qulay sharoitlar yaratishga kirishilgan. Jumladan, ko'chalarga asfalt qoplamasi yotqizilib, tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. 2025-yilimiz Obodon xalqi uchun juda omadli yil keldi. 1,5 kilometr ichki ko'chalarimiz asfalt bo'ldi. 3 kilometr joyimiz ariqlarimiz lotok bo'ldi. 1-2,5 kilometrcha piyodalar yo'lakchasi barpo qirildi. Xudo xolasa yana davom etyapmiz. Obodon mahallasi markazidan oqib o'tgan ushbu ariqning yoqasi bundan bir muddat avval tashlandi, qaysidir ma'noda chakalakzor manzil edi. Ushbu xayrli tashabbus natijasida bu yerga ajoyib saylgoh tashkil etilyapti. Ko'rib guvoh bo'layotganlaringizdek, mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazilmoqda. Mana bu joy tashlandiq joy edi. Harakatga bog'liq hamma narsa. Qancha harakat qilsak, shuncha izlansak, mana shuncha obod bo'ladi. Obodonda 2018-yil investitsiya dasturi asosida artizan qazilib, suv inshooti o'rnatilgandi. Ammo ikkita ko'chadagi xonadon vakillari bu imkoniyatdan bebahra qolishgandi. Ikkita yangi ko'chalarimiz bor edi, Shodlik va Ko'klam ko'chalariga noyabr-dekabr oylarida 1 kilometrdan ortiq quvurlar tortilib, xonadonlarga suv ta'minoti berildi. Ayni vaqtda 100% hozir xonadonlarga suv ta'minoti berishga erishilgan. Bir so'z bilan aytganda, ushbu mahalla uchun bor imkoniyatlar ishga solingan. Har qadamda obodlik, har yerda bunyodkorlik namoyon bo'lmoqda. Bularning barchasi xalqimizning uzoq yillik muammolarini hal etishga, xohish va istaklarini ro'yobga chiqarishga qaratilgan. Sobit Qaynarov, Ishquvvat Himmatov, Surxondaryodan.